Do'konga kiyimlarni faqat ko'rmoqchi bo'lib kirgan edim. Chiqayotganda nimagadir karta menga ensasini qotirdi. Voy qo'ysangchi, bir pasda keyingi oyligimiz ham yetib keladi deb oldim. Birinchi tanlagan kiyimim shunaqa triko, ichlari mexli ekan, qalingina qishga zo'r bo'ladi. Ayniqsa tagida regulirovkasi borligi menga juda ham yoqdi. Ham yig'sa ham, yoysa ham bo'lar ekan, lekin trikoni kattaligidan farqi bilinmadi to'g'risi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Bu shunaqa long sleeve. Oldiy tugmalarini oxirigacha taqib kiysa ham bo'ladi. Men oq mayka bilan kiyib ko'rdim. Bitta obraz tayyor. Bunisi men anchadan beri olgim kelib yurgan kofta. Noeli kardigan. Buning ichidan oppoq futbolka ipasiligi oq shim bilan kiysanglar bom. Bu o'zi har xil kiyimlar bilan tushib ketaveradi. Shunda ustingizga ilasiz, ketasiz bo'ldi. Har kunligiga zo'r. To'xting. Eng zo'ri nima sizga endi ko'rsataman. Hozircha olgan kiyimlarim orasida eng yoqqani shu. Hozircha. Men buni shunaqa paxmoliga uchdim o'zi. Lekin shunaqangi qalin, mazza qilib kiysa bo'ladi. Qishda ozgina kaltaligini yetmasa, qishda yana eng kerakli bo'ladigan kiyimlardan bittasi bu qalin qora shim. Qora chunki hamma narsa bilan tushib ketaveradi. Shunaqa qilib salqinda kiysa bo'ladigan ikkinchi obrazimizni ham tayyorlab qo'ydik. Agar singlim olib qo'ymasa, endi esa keling hamma lukni to'ldiradigan qismga o'tamiz. Ya'ni oyoq kiyim. Bu bo'lsa poshkani men kiyib ko'rganimda konsultant qiz "Vau, xuddi siz uchun qilingandek" deb maqtagani uchun oldim. Nuda sotuvchilarning klassik gaplari. Siz nima deysiz, konsultant qiz aldadimi yo rostmi? Shu joyida o'tgan yili olgan dublyonka bilan beretkam esimga tushib qolib, bular bilan ham kiyib ko'rdim. Xullas, kayfiyat zo'r bo'ldi, shopping bo'ldi. Endi keyingi oylikka qaysi do'kondan kiyinamiz? Kommentga yozib keting, like ham sizdan chiqmaydi.